Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining oilaviy vaynlari bilan ko'pchilikning mehrini qozongan Shukrullayevlar oilasi haqida kutilmagan haqiqat ommaga ochiqlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Hamkasblari tomonidan shifokorlar orasidagi eng yaxshi yumorist, yumoristlar orasida eng yaxshi shifokor deya ta'riflanuvchi. Instagramda oilaviy vaynlari bilan kuzatuvchilarning e'tiboriga tushgan komik, asl kasbi jarroh bo'lgan Ozod Shukrullayev rafiqasi Maftuna Shukrullayeva bilan qiziqarli tanishuvi, videolari qanday suratga olinishi hamda asl kasbi tufayli ayolining hayotini saqlab qolgani haqida intervyu berdi. Har bir inson juft tanlashdan oldin u qanday sifatlarga ega bo'lishi kerakligi haqida o'ziga belgilab oladi-ku. Menda ham ayolim matematika o'qituvchisi bo'lsa edi degan xohish bo'lgan. Sababi u farzandlarimizga, ayniqsa qizlarimga matematikani o'rgatsa, ularda teran fikrlash kuchli bo'ladi va yoniga kelib aldayotgan yigitni bittada bilib oladi. Bularni aldab bo'lmaydi deb o'ylaganman. Keyingi jihati o'zimiz tarafli qiz bo'lgani yaxshi, chunki dunyoqarash, hayot tarzi, urf-odatlar o'xshash bo'ladi va ortiqcha janjal kelib chiqmaydi deganman. Bo'lajak ayolimning shu taraflariga e'tiborli bo'laman degandim. To'yimizga 9 yil bo'lyapti. Hozirda 3 farzandning ota-onasimiz. Men 2017-yili kuzda 7-kursligimda qishloqqa borganman. O'sha payt onam to'yga borib kelgan va chiroyli qiz ko'rib qoldim degandi. Rasmini so'rasam ko'rsatgan. Kasbi matematika o'qituvchisi, o'zimiz tarafdan degandi. Shunda miyamda bu qizga nisbatan 2 karra yashil chiroq yongan. Telefon raqamini olib, saqlab ko'rsam Telegram chiqmagan. Bu yana bitta qo'shimcha plyus bo'lgan. Odnoklassnikka ism-familiyasini kiritsam, u yerda ham yo'q. Keyin bilsam oddiy knopkali telefon tutar ekan. Shartda qo'ng'iroq qilib, "Yaxshimisiz Maftuna? Ismim Ozod, Zarafshondanman. Tibbiyot institutini bitiryapman. Sizga uylanmoqchi edim. Shuni bir og'iz aytay deb qo'ng'iroq qilayotgan edim" deganman. U bo'lsa, darsda edim deb o'chirib qo'ygan. Onamning yoniga borib, "Shunday dedim" desam, "Jinnimisan? Avval uchrashib ko'raylik demadingmi?" degandilar. Yo'q demadim. Shu qizga uylanaman deb aniq qaror bilan keyin uchrashuvga chiqqanman deya eslaydi Ozod Shukrullayev. Bemorlarning vafoti haqida yaqinlariga ayta olmayman. Agar men Maftunani uchratmaganimda, tibbiyotni tashlagan, o'zligini topolmayotgan, ichkilikka berilgan odamsiz ijodkor bo'lardim. Men tibbiyotda har bir jarrohning kichik qabristoni bo'lishini ko'tara olmaganman. 1000 ta odamni davolasangiz ham bitta odamni qutqara olmagan holatingiz bo'ladi. Ba'zida 30 joyidan pichoqlangan odamning jonini asrab qolasiz u oddiy ko'richak bilan kirgan yoshgina yigitning hayoti o'sha yerda tugab qoladi va yaqinlarining oldiga chiqib, "Shu inson endi yo'q" deyishga jur'at topish kerak bo'ladi va bu katta kuch talab etadi. Tashxis qo'yish bo'ladimi, operatsiyalarmi, plastik jarrohlikdagi eng nozik qism yuz tikish bo'ladimi, hammasini qilishim mumkin. Ammo chiqib, "Mana bu yeri bunaqa bo'lib qoldi" deyish mening qo'limdan kelmas ekan deganman deydi Ozod Shukrullayev. Kulguli vaziyatlar oldin oilamizda bo'ladi, keyin vayn qilib chiqamiz. Maftuna boshqa partnyorlarim bilan ishimga aralashmagan. Uyga pul kelib turibdimi? Bo'ldi. Rashk qilib "Qayerdasiz, nega kech kelyapsiz" demaydi. Mening xarakterimni ham biladi. Ish vaqtida shundoq ham ko'p narsani o'ylayman. Undan tashqari biror narsani o'ylashga vaqt ham qolmaydi. Masalan, uyda syomka qilish kerak bo'ladigan vaynlar bo'lib qolardi. Madina Kareva bilan partnyor bo'lib ishlagan vaqtim bir videoyimiz 70 million martadan ortiq tomosha qilindi. Turli davlatlardan odamlar izoh yozib kuzata boshladi. Shunda bizni keng auditoriya kuzatsa, balki chet elda ijod qilishga ham to'g'ri kelib qolar degan fikr paydo bo'ldi. Bunda esa hech qaysi partnyor bilan 6-7 oy boshqa joyda qolib bo'lmaydi. Ularning ham turmushga chiqadigan vaqt keladi. Mana shunday vaziyatda o'zimning ayolim Maftuna bilan ijodimni davom ettirishni qaror qildim deydi Vayner. Men tibbiyotda shoshqaloq, talabchan, tez-tez qimirlab deb turadigan xilidanman.
Maftuna esa mening butkul aksim. Bir ish qilsa ham sekin, bemalol, xotirjam bajaradi. Masalan, syomka vaqtida vazani tez mana bu yerga qo'y desam, u avval vazani oladi, obdon yuvadi, suv to'ldiradi, gulni soladi va stolning ustiga olib kelib, u yer bu yerini to'g'irlab ham qo'yadi. Bu yoqda men asabiylashib ketaman. Ozod Shukurullayev 2022-yilda Xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasida ham stand-up konsertlarni taqdim etgan. Endi yumorist rafiqasi Maftunani ham sahnaga olib chiqmoqda. Juftlik Sen va men shousida bir qancha hazillar bilan sahna ko'rinishlari taqdim etdi. Tomoshabinlar Maftunani borligicha yaxshi ko'rishadi. Undan professional ijro kutmaydi hech kim. U adashib ketsa ham kulguli chiqaveradi. Maftuna xuddi oddiy o'zbek ayoli siymosiday, har bir ayol o'zini ko'radi, deydi komik. Sen sahnaga chiqib o'tirsang bo'ldi, odamlarning o'zi kuladi deydilar, deydi Maftuna Shukurullayeva. Karantin vaqtida respublika bo'ylab barcha kasalxonalar Covidning davolash markaziga aylantirilgan. Kasal ko'pligidan hatto tez yordam mashinalarida olib kelingan bemorlarni klinikalar qabul qilmaydigan holat yuzaga kelgandi. Shu vaqtda ikkinchi qizim Nozanin tug'ildi. Tug'ruqxonadan menga qo'ng'iroq qilib, agar ayolim va chaqaloqni bugun olib ketmasam, kasalxona 1-2 oyga yopilishi va ular chiqolmay qolishini aytishgan. Borib olib ketganman. Tug'ruqning 2-yo 3 kunida Maftunada isitma ko'tarilib, 40-41 bo'lib ketgan. Qon bosimi 170-180 ga ko'tarilib ketyapti. Singlim ginekolog, unga qo'ng'iroq qilganman. Maftunada kesarcha kesish vaqtida infeksiyalanish holati, ya'ni bachadonda qon to'planishi va uning infeksiyalanish belgilari bo'lgan. O'shanda bachadon olib tashlanishi ehtimoli bor deyishgan. Osma ukol qilsam allergiya berib yuborgan. Kamiga uyqudan bir uyg'onib ketib, dadasi tushimda o'lib qolibman degandi. Unga dunyodagi eng kuchli jarrohning yonida qanday o'lasan deganman-u, ichimda o'zimga o'zim yo'g'e deb qo'yaman. 2 kundan keyin yaxshi bo'lib ketgan shukur. Shunda 10 yil tibbiyot sohasida o'qiganimga rozi bo'lib yuborganman. Shu 2 kun uchun o'qigan ekanman-da, deya eslaydi Ozod Shukurullayev ayoliga o'zi g'amxo'rlik qilgani haqida. Juftingiz bilan qaysi holatlarda faxrlanasiz? Maftunadan ijod bilan bog'liq holatlarda emas. Dunyo bezilib, kelib yoniga o'tirsangiz, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti deb so'ramaydi. Umuman farqi yo'q. Instagramda biror voqea aylanayotgan bo'lsa, qara, shunday bo'libdimi desam, bilmadim deydi. Biror qarindoshimiz yoki falonchining hayoti bunday bo'layotgan ekan desam, eshitmabman deydi. Shu xarakterini juda yaxshi ko'raman, deydi Ozod Shukurullayev. Turmush o'rtog'imning mehribonligi va oilaparvarligini yaxshi ko'raman. Uyga kelsa, yonimizda bo'lsa, xotirjam bo'laman, deydi Maftuna. Juftlik haqida qiziqarli faktlar. Ozod Shukurullayev qariganida ezma chol bo'lishini tan oldi. Er-xotin ikkalasi ham tanqidni ko'tara olishmaydi. Ozod Shukurullayev kichik narsani ham katta muammoga aylantirib yubora oladi. Vaynlarda Maftunani deb ko'proq dubl qilinadi. Ozod Shukurullayev bir narsani takror eslatishda chempion. Oila boshlig'i bayramlarni unutib qo'yadi va ovqat tanlaydi. Shuningdek, pianino chalib, improvizatsiya qilishda ham tasavvuri juda kuchli. Juftliklarga baxt hamda omad tilab qolamiz. Videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.